Assalomu alaykum mehribonim. Bilasizmi? Bizni tanamiz hujayralardan iborat. Bu hujayralardan har kuni qaysidir nobud bo'ladi va o'rniga yangisi paydo bo'ladi. Ba'zilari bir oyda yoki bir yilda yangilanadi. Natijada 5 yilda deyarli tanamiz butunlay yangilanadi. Bu yangilanish vaqtida biz pozitivga bo'lib, chiroyli yashashga harakat qilib, diqqatni yaxshilikka qaratib yashasak, hayotimiz yaxshilanadi. Tanamiz ham yosh va chiroyli bo'lib boraveradi. Bundan tashqari, tortishish qonuniga qarab, biz o'ylagan va so'zlagan narsalar hayotimizga kirib keladi. Shuning uchun doimo omad haqida o'ylab, shunga mos so'zlarni aytib yurishimiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari, ongimizda ijobiy so'zlarni takrorlab, ijobiy dasturlar yaratsak, ongni qanday dasturlasak, shunday hayotda yashaymiz. Qani bo'lmasa, omad keltiruvchi baxt va muvaffaqiyat affirmatsiyalarini birgalikda takrorlaymiz. Men omadni o'ziga tortadigan insonman. Har kuni men uchun yangi imkoniyatlar ochilmoqda. Hayotimda omad doimo men bilan birga bo'ladi. Men to'g'ri va kerakli joyda, kerakli vaqtda bo'laman. Har qanday vaziyat meni foydamga hal bo'ladi. Men xursand va baxtiyor insonman. Har kuni hayotimda quvonch va baxt, tinchlik ko'payib bormoqda. Mening qalbim sevgi, minnatdorchilik va baxt bilan to'la. Har bir nafasimda men hayotimdan mamnun insonman. Men o'zimni sevaman va qadrlayman. Boylik hayotimga osonlik bilan kirib kelmoqda. Pullar hayotimga osonlik va ko'p miqdorda kirib kelmoqda. Men boylikni o'ziga tortadigan energiyaman. Men boylikni yaratishga, uni boshqarishga va uni baham ko'rishga loyiq insonman. Har kuni mening holatim moliyaviy jihatdan ko'proq mustahkamlanib bormoqda. Men farovonlikni hayotimning tabiiy holati sifatida qabul qilaman. Men yaratgan har bir niyat omad bilan ro'yobga chiqadi. Hayotimdagi har bir to'siq meni muvaffaqiyatga yetaklaydigan zamin hisoblanadi. Men omadimni o'z fikrlarim va harakatlarim bilan yarataman. Muvaffaqiyat men uchun tabiiy holatdir. Har qanday yangilik men uchun va foydali, omadlidir. Men o'z qalbimda tinchlik va osoyishtalikni his qilaman.
Men har bir lahzani minnatdorchilik bilan qabul qilaman. Baxt aslida tashqarida emas, u mening ichimdan boshlanadi. Men hayotimdagi barcha go'zallikni qadrlayman. Baxt men bilan doimo birga va men faqat va faqat baxtni tanlayman. Har kuni men boylik tomon bir qadam yaqinlashmoqdaman. Pullar men uchun ijobiy energiyadir. U erkin oqib keladi. Men daromad olishni ko'plab imkoniyatlarini ko'ra olaman. Men moliyaviy erkinlikni yaratyapman, ongli ravishda va qat'iyat bilan. Men mulkiylikda yashashga haqli insonman va bu hayotimga sekin-asta amalga oshmoqda. Men omadni o'ziga tortadigan magnitman. Koinot menga har kuni yangi imkoniyatlar yubormoqda. Men qilayotgan barcha ishlar muvaffaqiyatga olib keladi. Hayotim doimo eng yaxshi yo'nalishda rivojlanib bormoqda. Men har doim, har joyda, har kuni eng omadli inson bo'lib bormoqdaman. Men o'z baxtimning egasiman va uni yaratishga qodir insonman. Mening qalbim yorug'lik, tinchlik va muhabbatga to'lib bormoqda. Men hozirgi lahzani sevaman va uni qadrlayman. Men o'zimni to'liq qabul qilaman va shundayligim bilan faxrlanaman. Har kuni men tobora baxtli, yengil va mehribon bo'lib bormoqdaman. Pul men uchun yaxshi niyatlar bilan keladi va oqilona sarflanadi. Boylik men uchun hayotimning tabiiy bir qismidir. Men o'z boyligimni yaratishga ilhom bilan xizmat qilmoqdaman. Men moliyaviy erkinlikka yashashga tayyorman va bunga loyiqman. Katta daromadlar va baraka men tomon oqib kelmoqda. Men har qanday vaziyatda omadni topa olaman. Hayotimdagi har bir kichik qadam meni katta yutuqlarga olib bormoqda. Omad bu mening doimiy hamrohimdir. Men har doim to'g'ri tanlov qilaman va bu tanlovlar albatta omadli bo'ladi.
Har tongda yangi imkoniyatlar meni kutmoqda va men yangi imkoniyatlarga ochiq insonman. Men ichki totuvlik va baxt bilan yashayapman. Qalban yengilman, ruhim pok va ijobiy energiyaga to'la. Men hayotimda bor barcha narsalardan minnatdorman. Har bir nafasim meni ichki tinchlikka yanada yaqinlashtirmoqda. Mening hayotim bu sevgi, baxt va baraka manbaidir. Mening har bir fikrim boylikni o'ziga tortadigan kuchga egadir. Menga kelayotgan har bir pulni qadrlayman va u ham meni qadrlaydi. Men moliyaviy erkinlikda yashashga tayyorman va aynan shu yo'ldaman. Mening daromadim doimiy ravishda oshib bormoqda. Men barakali hayot yaratmoqdaman. Ongli, pok niyat bilan uni yanada go'zallashtirmoqdaman. Har bir kun men uchun yangi omad eshiklarini ochib bormoqda. Men kutilmagan, quvonchli voqealarni o'zimga tortib turaman. Omad mening fikrlarimga javob beradi. Men ijobiy fikrlab bormoqdaman. Men nimani niyat qilsam, u menga yengil va osonlik bilan kelmoqda. Koinot men uchun har doim eng yaxshi yo'lni tanlaydi. Baxt men uchun ichki tanlovdir va men uni har kuni tanlayman. Men har bir oddiy lahzalardan quvonch topib yashayapman. Qalbim toza, niyatlarim pok. Shuning uchun men baxtli insonman. Men o'zimni qabul qilaman, kechiraman, sevaman. Mening hayotim muhabbat va baxt oqimida harakat qilmoqda. Qadrdonim, ushbu affirmatsiyalarni har kuni takrorlab boring. Shunda hayotingiz yanada quvonchli, mo'jizakor, omadli, boylikka to'la bo'ladi. Baxtni tanlov qilish sizning qo'lingizdadir. Siz bilan sizning psixologingiz Nafosat bo'ldi.